Hammaga assalomu alaykum. Qadrli o'quvchilarim, demak sizlar bilan bugun mana shu testimizni tahlilini video qilib yuborishga qaror qildim. Ya'ni meni o'zimni agar ko'rmaganlar bo'lsa, ko'rishib, tanishib olsak ham bo'ladi. Xo'p, demak, birinchi savol. Quyida berilgan ifodaning qiymatini toping deyapti, to'g'rimi? Demak, birinchi savolda aytyapti, 15 ta yuzlik, 15 ko'paytirilgan 100 va 30 ta 10 minglik. 30 ko'paytirilgan 10 ming. 10 mingda 4 ta 0 bo'ladi. Va 8 ta 100 minglik deganligi uchun 8 ko'paytirilgan 100 ming. Va buning qiymati nechaga teng deb aytgan. Hisoblaymiz. 15 ta 100 ga ko'paytirsak 1500, 30 10 mingga ko'paytirsak 300 ming, qo'shilgan 800 ming. To'g'rimi? Va jami yig'inda 300 mingga 800 mingni qo'shsak 1 million 100 ming, 1 million 100 1500. Bu A javobda berilgan. Tushunarli bo'ldimi? Endi ikkinchi savolga qaranglar. Omborda deyapti, demak, bor edi 8 tonna 60 kilogramm kartoshka. Buni kilogrammga aylantirib olamiz. 8060 kilogramm. Birinchi kuni ombordan 847 kilogramm kartoshka olib ketildi. Ikkinchi kuni esa 2 tonna 240 kilogramm. Demak, birinchi kuni deyman 847 kilogramm. Ikkinchi kuni esa 2 tonna 240 kilogramm. Buni ham kilogrammga aylantirsak, 1 tonna 1000 kilogramm bo'lganligi uchun 2240 kilogramm bo'ladi. Endi nima qilamiz? Demak, birinchi qiladigan ishimiz 2240 ga qo'shamiz 847 ni. 7, 4 ga 4 ni qo'shsak 8, 2 ga 8 ni qo'shsak 10 ning 0 1 dilda 3087 kilogramm kartoshka nima qilindi? Olib ketilgan. Qancha qolganligini topish uchun 8060 dan 3087 ni ayiramiz. Bitta qarz beramiz. 10 dan 7 ni ayirsak 3. Bu yerda 5 qoldi. 15 dan 8 ayirsak 7. Bu yerda 9 qoldi. 9. 7 dan 3 ni ayirsak 4. 4973 kilogramm. Bu 4 tonna 973 kilogramm bo'ladi. To'g'ri javob S, to есть D javob bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Endi doskani bitta o'chirib olaman. Keyingi savolda tushuntirib beraman. Siz stop qilib bemalol savolni yozib olishingiz mumkin. Men o'ylaymanki, bu oson savollar edi. Uchinchi savolimiz ham qaranglar. A teng 18. Xo'sh, A teng 18. B teng 24. S teng 6 bo'lsa, quyidagi ifodaning qiymatini toping debdi. A minus B bo'lingan S qo'shilgan A bo'lingan S ni topishimiz kerak ekan. Endi A ni o'rniga nima qo'yamiz? 18. 18. Ayrilgan B ni o'rniga 24 bo'lingan S ni o'rniga 6 qo'shilgan A ni o'rniga 18, S ni o'rniga 6. Xo'p, 18 minus 24 ni 6 ga bo'lamiz 4. 18 6 ga bo'lamiz 3. 18 dan 4 ni ayirsak 14, 14 ga 3 ni qo'shsak 17. To'g'ri javob I javob bo'ladi. Kelinglar ham bir tekshirib chiqamiz. A ni o'rniga 18 qo'ydik, B ni o'rniga 24, S ni o'rniga 6 qo'ydik. 24 ni 6 ga bo'lsak 4, A ni o'rniga 18, S ni o'rniga 6. 18 6 ga bo'lsak 3. 18 dan 4 ni ayirsak 14, 14 ga 3 ni qo'shsak 17 ekan. To'g'ri javob I javob bo'ldi. To'rtinchi savol, qaysi diagrammada berilgan shakllar simmetriya deyapti. Simmetriya degan o'q degani, simmetriya degani buklagan paytingizda bir xil uchburchak hosil bo'lishi kerak. Bir xil tushishi kerak hamma tomoni deyapti. Xo'p, bir xil tushmasligining sababi bu mana bunaqa turganda, xo'p, qaranglar, mana bu uchi bilan bu uchi mos tushishi mumkin. Mana bu uchi bilan bu uchi ham mos tushishi mumkin. Lekin mana bu uchi bir-biriga nima qilmaydi? Mana bu uch bilan bu uch bir-biriga mos tushmaydi. Ya'ni buni bunday olib turib buklagan paytingizda ustma-ust tushmaydi. Shuning uchun birinchi fikr nima bo'ladi? Noto'g'ri bo'ladi. Xo'p, ikkinchi chizmadagi rasmda esa mana bunaqa uchburchak berilgan. Mana bu joydan chiziq o'tgan. Mana bunday qo'yilgan, to'g'rimi? Endi mana buni agarda buklaydigan bo'lsangiz, o'sha diagonal chiziq bo'yicha, demak, mana bu bunga boradi.
Mana bu chiziq o'zi shundoq ham turibdi va mana bu chiziq bunday mana bunga aylanib boradi. Shuning uchun buni buklagan paytingizda bu bilan bu nima qiladi? Ustma-ust tushadi. Shuning uchun bu to'g'ri bo'lishi mumkin, to'g'ri. Endi 3-shaklda esa diqqat qiling. 3-shaklda trapetsiya berilgan. Demak, mana bunaqa trapetsiya berilgan. Bu tomonda ham xuddi shunaqa trapetsiya berilgan. Bu trapetsiyani ham ustma-ust qilib yopadigan bo'lsangiz, bir-biriga nima qiladi? Ustma-ust tushadi. Mana bu uchlari bir-biriga ustma-ust tushadi. Mana bu uchi esa bunday aylanib, mana bu uchiga mos tushadi. Bu uchi esa bu uchiga nima qiladi? Mos tushadi. Demak, bu ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri javob, demak, 2 bilan 3 degan javob javobda berilgan. To'g'ri javob nima bo'lar ekan? Javob bo'lar ekan. Simmetriya degani mana simmetriyaga misol tariqasida mana sizga mana bu shaklni ham ko'rsatishim mumkin. Mana bu ikkita to'g'ri to'g'richa simmetriya. Nimaga? Mana bu chiziq, mana bu o'rtasidan chiziq o'tgan. Shuni bunday buklagan paytingizda bir-biriga nima qiladi? Ustma-ust tushadi. Xo'sh, tushungan bo'lsangiz doskani o'chiraman va keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimiz 5-savol. Demak, 5-savolda aytayaptiki, yurakcha bo'lingan to'g'ri to'rtburchak, tenglik uchburchak shakl berilgan. Amal berilgan. Qaysi biri to'g'ri bo'lishi kerak deyapti. Birinchisi aytayapti, to'g'ri to'rtburchakni uchburchakka ko'paytirsak, yurakcha hosil bo'ladi. Bu fikr to'g'ri, chunki bu bo'lish bu tomonga o'tsa ko'paytirish bo'lib o'tadi. Ikkinchi fikr, yurakchani demak uchburchakka bo'lsak, to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ladi. Bu fikr ham to'g'ri. Nima uchun deganda bular o'zaro joy almashishi mumkin. Yurakchani uchburchakka bo'lsangiz, to'g'ri to'rtburchak nima qiladi? Hosil bo'ladi. Qolganlari esa bir-biriga nima qilmaydi? To'g'ri kelmaydi. Shuning uchun to'g'ri javob bu yerda A javob. Faqatgina 1 bilan 2 to'g'ri bo'ladi. Qolganlari esa noto'g'ri amallar berilgan. 6-savol. Quyidagi berilgan ifodaning o'nlik kasrdagi qiymatini toping debdi. O'nlik kasr bu nima degani? Maxraji 10ning darajalarida bo'lgan kasrga o'nlik kasr deyiladi. Mana 100 dan 5 10 mingdan 9. 100 bu 10 ning kvadrati, 1000 bu 10 ning kubi. Endi qaranglar. Umumiy maxraj berishimiz kerak. Ya'ni maxrajlarni bir xil qilganimizdan keyin qo'shishimiz mumkin. Umumiy maxraj berish qiyin narsa emas. Faqatgina bitta sharti bor-da. Siz suratga nimadir ko'paytirsangiz, maxrajga ham shuni ko'paytirasiz. Suratga nimadir bo'lsangiz, maxrajga ham xuddi shu narsani bo'lishingiz kerak. Demak, buni 10 ga ko'paytirsam 50, buni 10 ga ko'paytirsam 1000 bo'ladi va buni qo'shadigan bo'lsam 1000 dan 59 bo'ladi. Butun qismi nimaga teng? 0 ga teng. Shuning uchun buni 0 butun virguldan keyin 3 ta xona bo'lishi kerak, chunki 3 ta 0 turibdi maxrajda, lekin suratda 2 ta xona bor, 2 ta raqam bor. Demak, unga yordamchi qilib bitta 0 ni nima qilamiz? Ajratamiz. 0 butun 1000 dan 59. Bu B javobda to'g'ri ko'rsatilgan. 7-savol. 126 ming gektarning 7 dan 3 qismini toping debdi. 126 ming gektarni 7 dan 3 qismini topish uchun 7 ga bo'lib 3 ga ko'paytiramiz. 126 ni o'zini 7 ga bo'ladigan bo'lsak, qaranglar. 12-da bitta bor. Xo'sh, 5, 56-da 8 ta bor. Va 18 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 54 bo'ladi. Javob 54 ming gektar. Gektar GA, ya'ni yoki gektar deb yozsangiz ham bo'ladi. To'g'ri javob bu yerda C javob bo'lar ekan. Tushunarli bo'lyaptimi azizlar? Okey, keyingi savolga o'tamiz. Demak, keyingi savollarimiz. Xo'sh, uning uchun doskani bitta o'chirib olaman. Xo'sh. 8-savol. Tulki deyapti, o'zgarmas tezlikda yuguradi. 90 minutda 18 km masofani yuguradi. Tulki shunday tezlik bilan 8 km yugurish uchun qancha vaqt sarflaydi? Xo'p, kelinglar proporsiya degan narsani tushunib olaylik. 90 minutda 18 km yo'l yurilsa, necha minutda 8 km yuguriladi, ya'ni yuriladi. Proporsiya juda ham oddiy narsa. Qanaqa desangiz, diagonal ko'paytirasiz. Diagonal degani, demak, kapalak usuli. 18 ni 8 ga ko'paytirasiz,
90'ni esa 8 ga ko'paytirasiz. Ya'ni to 18 ni x ga ko'paytirasiz, 90 ni 8 ga. So'roqda demak x dedik. X kara 18 teng 90 ko'paytirilgan 8. Demak 98 ga ko'paytirsangiz 720 bo'ladi. X topish uchun 720 ni 18 ga bo'lasiz. X teng 40 minut chiqadi. Demak to'g'ri javob nima bo'ladi bu yerda? D javob bo'lar ekan. 9-savol. Fermada 12 ta qo'y va bir nechta tovuqlar bor. Agar fermadagi hayvonlarning jami oyoqlari soni 100 ta bo'lsa, fermada nechta tovuq bor debdi. Demak, 12 ta qo'yning har birida 4 tadan oyoq bo'lganligi uchun 48 ta oyoq bu nimaniki? Qo'yniki. Demak, 100 dan ayiramiz oyoqlar soni, jami oyoqlar sonini 48 ayirsak 52 ta oyoq bu nimaniki? Tovuqniki. Bitta tovuqda nechta oyoq bo'ladi? To'ppa-to'g'ri 2 ta oyoq bo'ladi. 52 ni bo'lasiz 2 ga 26 ta tovuq bor degani. To'g'ri javob B javob bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Menimcha qiyin savol emas. Agar tushunmasangiz izohlarda yozib qoldiring. Men sizga audio qilib yana tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'sh, keyingi savolimiz 10-savol. Xo'sh, 10-savol nima deyapti bizga? Quyidagi diagrammada hayvonot do'konidagi 4 ta turdagi hayvonlarning sotuvlar soni ko'rsatilgan. Quyidagilardan qaysi biri to'g'ri bayonot deyapti. Kelinglar, mana diagramma bo'yicha ma'lumotlarni yozib chiqaylik. Olmaxon. Olmaxon nechta sotilgan? Demak, 4 ta. Quyon. Quyon bizda 2 ta sotilgan. It 6 ta, mushuk esa 3 ta sotilgan. Xo'p, endi nima qilamiz? Qaranglar, A javobni o'qiyman. Olmaxonlar eng ko'p sotilgan hayvonlar. Olmaxon eng ko'pmi? Yo'q. It eng ko'p sotilgan. B javob, sotilgan itlar va mushuklar soni orasidagi farq 3 ga teng. Sotilgan itlar va mushuklar soni orasidagi farq nechaga teng? 3 ga teng. Demak, B javob nimaga? To'g'ri ekan. Lekin qolganini tekshirib qo'yamiz. C javob, quyonlar va olmaxonlar jami 5 ta. Quyon bilan olmaxon 5 ta emas, nechta? 4 + 2 6 ta. Sotilgan itlar soni olmaxonlar va mushuklarning umumiy soniga teng deyapti. Olmaxon bilan mushuk birgalikda 7 ta bo'lyapti. Itlar soni unga teng emas, balki kichkina. Shuning uchun D javob ham xato. To'g'ri javob B javob bo'ladi. 11-savol. 4 ta odam 4 soat 4 ta xodog yesa, 5 ta odam 5 ta xodogni qancha vaqt yeydi? 4 soatda yeydi. Nega? Qarang. 4 ta odam 4 soatda, demak 4 ta xodog yeydi degan so'z, hamma o'zini xodogini yeydi-da. 4 ta odam 4 ta xodog yegan bo'lsa, har biri bittadan yegan bo'ladi. Va bitta xodogni yeyish uchun 4 soat vaqt sarflashgan. 4 soat. Demak, 5 ta odam 5 ta xodogni yeyishga ham baribir necha soat sarflaydi? 4 soat. Chunki hammasi bittadan xodog yeydi. Mana shu joyda 100 ta odam 100 ta xodog yemoqchi bo'lsa ham necha soat ketadi? 4 soat. 1000 ta odam 1000 ta xodog yemoqchi bo'lsa ham 4 soat vaqt ketadi. Nima uchun? Chunki har bitta odamga bitta xodog to'g'ri kelyapti. To'g'ri javob D javob bo'ladi 11-savolda. 12-savolda quyida birinchi 5 ta son ketma-ketlikda berilgan. 7, 11, 15, 19, 23. Shu ketma-ketlikni davom ettirib 8 va 10-sonlar yig'indisini toping deyapti. Matematikani bilmagan odam nima qiladi? 4 taga oshib ketyaptimi? Demak, 4 qo'shib ketadi. 27, 31, 35, keyingisi necha bo'ladi? 39, keyingisicha 39 ga 4 ni qo'ysak 43. Demak, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi. 10-chi son 43, 8-chi son 35. 43 ga 35 ni qo'shib qo'yadi, javob 78. Bo'ldi, boshimizni og'ritmaymiz. To'g'ri javob I javob bo'ladi. Tushunarlimi? 8-chi o'rindagi sonimiz 35, 10-chi o'rindagi son 43. Ikkasini qo'shib qo'yasiz, 78 chiqadi. 13-savol. Quyida xayriya yig'ayotgan 4 nafar o'quvchi o'rtasida suhbat berilgan. Ali deyapti, men $2.5 yig'a oldim. 2.50 degani bu, xo'p, qaranglar. Buni sentga o'tkazishinglar kerak oson bo'lish uchun. Bu 250 sent bo'ladi. $2.50 bu $1 100 sent. 100 ga ko'paytirsangiz 250 sent degani. $2.50 sent.
Madina deyapti, meniki deyapti, Alinikidan 90 sent ko'proq. 250 plus 90. Bu 340 sent degani. Xo'sh, Sanjar meniki deyapti, Madinaniki bilan bir xil deyapti. Demak, bu ham 340 sent. Farruh aytayapti, meni yiqqan pulimni mana shu yerdagi bolalar hammasiga qo'shsak 12 dollar bo'ladi. 12 dollarimiz bu necha sent? 1 dollarimiz 100 sent. 12 ni 100 ga ko'paytirsak 1200 bo'ladi. Demak, x plus 250 qo'shilgan 340 qo'shilgan 340 barobar 1200. X topish uchun hammasidan 1200 ni nima qilish kerak? Ayirish kerak. 340 ga 340 ni qo'shsak 680, 680 ga 250 ni qo'shsak necha bo'ladi? 80 ga 50 ni qo'shsak 130. Bir dilda 600 ga 248 930. Ayirsak 270 sent. Bu 207 dollar degani. A javob to'g'ri bo'ladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa yozib olamiz. Xo'sh, men esa doskani o'chiraman. Keyingi savolga o'tamiz. Xo'sh, keyingi savolimiz 14-savol. Quyidagi jadvalda sotilgan mevalar soni ko'rsatilgan. Sotilgan mangolar soni jami mevalarning 5dan 1 qismini tashkil qilgan bo'lsa, nechta mango sotilgan debdi. Xo'p, kelinglar yozib chiqamiz. Apelsin 50, nok 30. Xo'sh, mango bilmaymiz, avokado 20, mango esa x. Xo'p, diqqat qilinglar bolajonlar. Bir butun narsa deganda nima tushuniladi? Bir butun narsa. Xo'p, 5dan 1 qism deganda nima tushuniladi? Bir butun narsani 5 ta bo'lakka bo'lgansiz va bittasini olgansiz. Xo'p, bu degani nima demoqchiman? Mana bu mango 5dan 1 qism bo'lsa, necha qism qolib ketyapti? Bir bo'lak narsa 5 ga bo'lingan, bittasi olingan bo'lsa, mana bu qolganlari 5dan 4 qism degani. Xo'p, qo'shaylik bularni. 50, 30, 20 ni qo'shsak bu 100. 100 bu 5dan 4 qism. Tushunyapsiz? Bu 5dan 1, ya'ni bu bitta bo'lak, bu 4 ta bo'lak. Bu bundan necha marta ko'p bo'lyapti? Mana bu 4 marta ko'p bo'lyapti, chunki bu 4 ta, bu bitta. Demak, bu degani mana bu 100 tasi bundan 4 marta ko'p bo'ladigan bo'lsa, 100 ni 4 ga bo'lsangiz, mango 25 ta bo'lishi kerak. Shuni tekshirib ko'ring. Jami bu yerda 100 ta, 100 ga 25 qo'shsangiz 125, 125 ni 5 dan 1 qismi esa 25. Javob to'g'ri. 14 B javob bo'lar ekan. 15-savol. Ali deyapti, 5 ta bir xil yostiq, 3 ta bir xil ko'rpacha uchun 473 dollar to'ladi. Vali esa 3 ta bir xil yostiq va 3 ta bir xil ko'rpacha uchun 339 dollar to'ladi. 3 ta bir xil yostiqning narxi qancha debdi. Xo'p, kelinglar, yostiqni A deb olaylik. 5 tasi 5 ko'paytirilgan A. Ko'rpachani B deb olaylik. 3 tasi 3B. Bu 473 dollar bo'ladi. Yana 3 ta bir xil yostiq va 3 ta bir xil ko'rpachamiz 339 dollar bo'lishi kerak ekan. Nima qilamiz? Bularni shunchaki ayirib yuboramiz. 5A dan 3A ni ayirsak 2A, 3B dan 3B ni ayirsak 0, bundan buni ayirsak 13 dan 9 ni ayiramiz. Demak 4, 6 dan 3 ni ayirsak 3, bu 134. A ni topadigan bo'lsak 134 ni 2 ga bo'lamiz, 67. Endi 3 ta bir xil yostiq so'ralayotganligi uchun 67 ni 3 ga ko'paytirsak 7 kere 3 21, 2 dilida 6 kere 3 18, 2 dilida bilan 201. To'g'ri javob 201 da, demak 201 dollar pul bo'lar ekan deyapti. Tushunarlimi? Menimcha qiyin emas. Xo'p, siz buni yozib olishingiz mumkin. Men esa doskani o'chiraman va keyingi savolga o'tamiz. Xo'sh, 16-savol. Lazizda deyapti, bir qancha konfet bor edi. U do'stlariga 7 tadan konfet bersa, demak 7 tadan bersa, 4 ta yetmaydi. Yetmadi.
agar 6tadan bersa 3ta ortib qoladi. Unda nechta konfet bor degan. Diqqat qilingda, har bitta do'stimizga bitta ko'proq beradigan bo'lsak, bitta ko'proq berishimiz uchun o'zimizda bor bo'lgan 3tani ham beryapmiz va yana 4ta nima qilyapmiz? Qarz olyapmiz. 4tani yonimizdan emas, kimlardir olib turishga to'g'ri kelib qolyapti. Shuning uchun demak, bu yerda 3 + 4 7ta o'rtog'imiz bor. 7ta do'sti bor ekan uni. Tushunyapsiz? 7ta do'sti bor ekan. Agar 7ta do'stiga 6tadan bersa, 7 × 6 42ta bergan bo'ladi va o'zida 3ta ortib qolganligi uchun, demak unda 45ta konfet bor bo'ladi. Aksincha, agar 7tadan beradigan bo'lsa, 7ta do'stiga 7 × 7 49ta berish kerak bo'ladi. O'zida agar 4ta yetmaganligi uchun, demak o'zida qancha borligini bilamiz? 45ta borligini bilamiz. To'g'ri javob bu yerda B javob bo'ladi. 17-savol. Demak, qonuniyat berilgan. 2 3 4 teng 24 deyapti. 1A3 teng 15 deyapti. 4 2B esa 32 deyapti. Shunga ko'ra A va Bni toping degan. Xo'p, bu yerda ko'paytirish oddiygina. 2 × 3 6, 6 × 4 24. 1 × A × 3 15. Demak, A'imiz 5 ekan. 4 2 Bni ko'paytirsak 32, demak B'imiz 4 bo'lar ekan. A5, B4 degan javob B javobda. E'tibor bering, I javobda ham 4 va 5 bor-ku. Lekin bu yerda birinchi bo'lib A harfi kelayotganligi uchun birinchi A ni yozishimiz kerak. To'g'ri javob bunda ham B javob bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Tushunmayapsizmi? Agar tushunmayotgan bo'lsangiz, Nexera o'quv markaziga keling. Men shu yerdaman. Bemalol xohlagan misolingizni tushuntirib beraman. Kelishdiga, kutaman. Unda esa keyingi savolga o'tamiz. O'quv markazimiz Chilonzorda joylashgan. Chilonzor Navza metrodan chiqqaningizda где-то bir yana 5 minut yurasiz. O'sha sport tovar chorrahasida joylashgan. Bemalol kelib o'rganishingiz mumkin. 18-savol. Nodirada Mohiraga qaraganda $30 ko'proq pul bor deyapti. Nodirada Mohiraga qaraganda $30 ko'proq. Demak, Mohirani x deymiz, Nodira x + 30 bo'lishi kerak. Irodada deyapti, Nodiraga qaraganda 3 barobar ko'proq deyapti. 3 barobar deganligi uchun x + 30 ni 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Biz o'quvchilar bilan harfiy ifodalarni qavsda ochishda o'tganmiz. Bunda 3x + 90 bo'ladi. Va jami hisobda ularda $300 pul borligi uchun x + 30 + x 3x + 90 barobar 300 bo'lganligi uchun x 3x jami 5x, 30 ga 90 ni qo'shsak 120 teng 300 bo'ladi. 5x teng 300 ayrilgan 120, 5x teng 180, x teng 36. Biz x topdik. X bu nima? Kimning puli? Mohirani puli. Bizga esa Nodirani puli so'ralyapti. Shuning uchun javob 36 + 30 $66 bo'ladi. Har doim kichigini x deysiz va qolganlarini shunga bog'laysiz. Tushuntira oldimmi? Bu yog'i esa tenglama. Tenglamada noma'lum ifodalar bitta qilinadi, sonlar esa bitta qilib tenglikni chap tarafiga o'tishi, yoki o'ng tarafiga o'tishi kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimiz 19. Bir qutida 9 ta olma, 18 ta nok, 27 ta banan bor. Quyidagi nisbatlardan qaysi biri 1 bo'lingan 6 bilan ifodalanishi mumkin debdi. Hech biri degan B javobda olma bilan banan. Olma bilan bananning nisbati 9 bo'lingan 27. Buni qisqartirsangiz 9 ga 1 bo'lingan 3 degan, ya'ni banan olmadan 3 marta ko'p. C javobda banan bilan nok degan, bananniki 27 va noknikini oladigan bo'lsangiz 27 bo'lingan 18. 9 ga qisqartirsangiz bu 3 nisbat 2 bo'ladi. Bu ham emas. To'g'ri javob D bo'ladi, ya'ni olma va barcha mevalar. Barcha mevalar nechaga teng? 54 ga teng. 9 bo'lingan 54 bu degani 1 bo'lingan 6. Shuning uchun to'g'ri javob D javob bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Endi oxirgi 20-savolimiz qoldi. 20-savolni tushuntiraman. Xo'sh, 20-savol. Eshiting, bu ham mantiqiy masala. Ya'ni tenglama tuzib yechiladigan masala. Jamshidda deyapti, Mansurdan 4 marta ko'p stiker bor.
Bu degani Jamshid x bo'lsa, to есть Mansur x bo'lsa, Jamshid 4x bo'ladi. Olim Jamshiddan 2 marta ko'p deyapti. Demak, 4x ko'paytirilgan 2 bu 8x degani. Mansurdagi stikerlar Jamshiddagidan 420 ta kam. Ya'ni Jamshid bilan Mansurning farqi 420. 4x ayrilgan x teng 420. 4x dan 1x ayirsangiz 3x teng 420, x teng necha? 140. Endi bizga aytayaptiki, olimning nechta stikeri bor? 8x eda, to'g'rimi? 8 ni 140 ga ko'paytirsak 0, 32 3 dilda 1120 ta stiker bo'ladi. To'g'ri javob B javob bo'ladi. Bugungi testimiz tahlili aynan shulardan iborat edi. Voqealar rivojidan uzoqlashmagan holatda bizning kanalimizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha azizlar.